Issiqda transformator yonida syomka qilguncha terlab ketdim. Endi buni oldida ishlayotgan xodimlarni tasavvur qilavering. Boshladik. Ayni kunlarda yurtimizda anomal issiq ob-havo hukmronlik qilmoqda. Deyarli har kuni ijtimoiy tarmoqlar orqali biz yonib ketayotgan transformatorlar haqida xabarlar eshityapmiz. Xo'sh, mazkur vaziyatlar nima sababdan kelib chiqmoqda? Bunday ob-havo sharoitida fuqarolarimiz elektr uskunalardan qay tartibda foydalanishlari kerak? Bugun shu haqida gaplashamiz. Aholini o'sha elektr energiyasiga, umuman boshqa ijtimoiy soha obyektlarini ham elektr energiyasiga bo'lgan talab ayni paytda yuqori davrga yetgan. Ortiqcha yuklamalar tushish natijasida ma'lum bir transformator punktlarida yong'inlar ham kelib chiqyapti va ba'zi hududlarda aytish kerakki, ta'mirtalab transformator punktlarimiz ham bor, mavjud. Shuni o'sha ta'mirtalab transformator punktlarini mana almashtirishga va modernizatsiya ishlari, yangilash ishlari ham bir paytning o'zida parallel ravishda olib borilyapti. Bugun ham shunaqa issiq bo'lyapti. Bunday ob-havo sharoitida temir qurilma transformator oldida ishlash oson emas, lekin ko'rib turganingizdek, hudud elektr tarmoqlari xodimlari tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli muammoli vaziyatlar, yong'inlarni oldini olish maqsadida transformatorda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Mamlakatimizda kuzatilayotgan issiq havo oqimi natijasida elektr energiyasiga bo'lgan talab har qachongidan ham hozirgi kunda oshdi. Xususan kechagi qayd etilgan rekord natija qishki maksimumda ham qayd etilmagan energetika tizimi 24 soatlik rejimga o'tkazilgan. Ehtiyot bo'ling. Adashmasam tashqarida havo 40 gradus issiq. Mana shunday ob-havo sharoitida hudud elektr tarmoqlari xodimi shu beton ustunga chiqib, havo liniyalar yuklamalarini, qizish holatlarini tekshirmoqda. Shu o'rinda iste'molchilarimizdan elektr energiyasiga bo'lgan talab yuqori bo'lgan davrda xonadonlarida elektr energiyasidan oqilona, tejamkorlik bilan foydalanishlarini iltimos qilib qolgan bo'lar edik. Xususan bir vaqtning o'zida mana shu sovutish tizimlarini bitta xonadonda 3-4 ta sovutish tizimlarini ishlatmasliklarini so'ragan bo'lardim. Yosh bolalarni qarovsiz qoldirmasliklarini so'ragan bo'lardim va uydagi elektr jihozlarini, qolaversa o'sha elektr tarmoqlarini bir qator ko'zdan kechirib qo'yishlari ham foydadan xoli bo'lmasdi. Rejaviy o'chishlar haqida iste'molchilarimiz o'sha bir kun oldin albatta ogohlantirilmoqda. Bu ham o'z navbatida o'sha iste'molchilarga barqaror elektr energiya yetkazib berishni ta'minlayapti. Elektr energiyasi bilan bog'liq har qanday muammoli vaziyatlarga duch kelsangiz, hudud elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining 1154 qisqa raqamiga murojaat qiling.